Bugungi mavzu juda muhim. 2026 yil 1 avgustgacha ariza bermagan odam to'lovdan quruq qolishi mumkin. Men buni vahima qilish uchun emas, siz pulingizni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun aytyapman. Chunki ko'pchilik menga tegishli bo'lsa baribir avtomatik tushadi deb o'ylaydi. Amalda esa hamma to'lov ham avtomatik berilmaydi. Ba'zi holatlarda ariza, hujjat tasdiq va muddat bor. Muddat o'tib ketsa, keyin men bilmagan edim degan gap pulni qaytarib bermaydi. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Bu ma'lumot sizga, ota-onangizga, pensiya olayotgan qarindoshingizga yoki ijtimoiy yordam kutayotgan oila kerak bo'lishi mumkin. Men avval eng asosiy narsani tushuntirib beraman. Oldin ko'p odamlar davlat to'lovlari, kompensatsiyalar, nafaqalar yoki qayta hisob kitoblar bo'yicha tizim o'zi ko'radi, pulni o'zi tashlab beradi deb ishonib kelgan. Ha, ayrim to'lovlar avtomatik tayinlanadi. Masalan, ayrim ma'lumotlar elektron bazalarda to'liq bo'lsa, fuqaroning daromadi, oilaviy holati, ish staji yoki boshqa ko'rsatkichlari tizimda ko'rinsa, ayrim jarayonlar arizasiz ham yurishi mumkin. Lekin bu hamma holatga tegishli emas. Hozirgi tartibda eng xavfli joy shuki, odamning huquqi bo'lishi mumkin, lekin u huquqdan foydalanish uchun ariza berishi shart bo'ladi. Agar ariza berilmasa, davlat organi bu odam talab qilmadi, hujjat topshirmadi. Hisob kitobni boshlash uchun asos yo'q deb qarashi mumkin. Mana shu joyda odam pul yo'qotadi. Gap faqat bitta kunlik kechish haqida emas. Gap ba'zan bir necha oylik, hatto bir necha yillik pul haqida ketadi. 2026 yil 10-avgust sanasi shuning uchun muhimki, bu kabi muddatlar odatda oxirgi chegara sifatida belgilanadi. Ya'ni shu kungacha murojaat qilsangiz, to'lovni olish, qayta hisoblatish, kompensatsiyani talab qilish yoki o'tkazib yuborilgan summani rasmiylashtirish imkoniyati bo'ladi. Lekin shu sanadan keyin murojaat qilsangiz, kechikdingiz degan javob chiqishi mumkin. Men sizga shu videoda kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin, qanday hujjat tayyorlash kerak, qayerga murojaat qilish kerak va eng ko'p uchraydigan xatolar nimaligini batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda oxirgi yillarda biror to'lov, nafaqa, kompensatsiya, subsidiyaga haqli bo'lgan, lekin pulini olmagan yoki kam olgan odamlar tekshirishi kerak. Men buni juda oddiy misolda tushuntiraman. Tasavvur qiling. Bir oila kam ta'minlangan sifatida yordam olishga haqli bo'lgan. Oilada 3 nafar bola bor. Ota vaqtincha ishsiz, ona bola parvarishi bilan uyda. Bu oila mahallaga yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qilmagan. O'zlari kelib tekshirib berishi deb kutgan. Oradan 6 oy o'tgan. Agar bu yordam oyiga 600 ming so'm bo'lsa, 6 oyda 3 million 600 ming so'm degani. Lekin ariza berilmagani uchun to'lov boshlanmagan bo'lishi mumkin. Mana shu yerda haqli edim degan gap yetmaydi. Ariza sanasi muhim bo'ladi. Ikkinchi guruh pensiya yoki nafaqa bo'yicha qayta hisob kitob qilishga asos bor odamlar. Masalan, odamning ish staji to'liq kiritilmagan, eski ish joyidan ma'lumot bazaga tushmagan, arxiv hujjati keyin topilgan, ish haqi ma'lumotnomasi noto'g'ri olingan. Bunday holatda pensiya kam hisoblangan bo'lishi mumkin. Odam oyiga 200 ming so'm kam olayotgan bo'lsa, bu bir yilda 2 million 400 ming so'm, 3 yilda 7 million 200 ming so'm. Agar u o'z vaqtida ariza bermasa, qayta hisob kitobning qaysi sanadan qo'llanishi masalasi paydo bo'ladi. Ko'p hollarda to'lov ariza berilgan kundan yoki belgilangan muddat ichidagi huquq tasdiqlangan kundan boshlab yuradi. Shuning uchun men har doim pensiya olayotganlarga aytaman. Pensiyam tushyapti. Demak, hammasi to'g'ri deb o'ylamang. Hujjatlaringizni bir marta tekshirtiring. 3-guruh meros, vafot etgan shaxsning olinmay qolgan pullari pensiya yoki nafaqa qoldiqlari bilan bog'liq holatlar. Masalan, ota yoki ona pensiya olgan, lekin vafotdan oldin bir necha oy to'lov kelmagan, bank kartasi bloklangan yoki pul yechilmagan. Farzandlar baribir endi bo'lmaydi deb yuradi. Aslida ayrim holatlarda olinmay qolgan pulni qonuniy tartibda talab qilish mumkin. Lekin bunda ham muddat meros hujjati, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, ariza va to'lov qoldig'i bo'yicha ma'lumot kerak bo'ladi. Agar odamlar vaqtida murojaat qilmasa, keyin hujjat yig'ish qiyinlashadi. Arxiv ma'lumotlari cho'ziladi, bankdagi ma'lumotlarni tiklash murakkablashadi. 4-guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, parvarishga muhtoj fuqarolar va ularning qarovchilari. Bu yerda ham ko'p odam xato qiladi. Masalan, nogironlik guruhi belgilangan, lekin tegishli nafaqa,
imtiyoz yoki parvarish to'lovi uchun alohida murojaat talab qilinishi mumkin. Shifokor xulosasi borligi to'lov avtomatik tayinlandi degani emas. Ayrim hollarda tibbiy xulosa, shaxsiy hujjat, bank rekviziti, parvarish qiluvchi shaxsning ma'lumoti va ariza kerak bo'ladi. Agar oila komissiya xulosa berdi, endi pul tushadi deb o'tirsa, bir necha oy yo'qotishi mumkin. 5-guruh. Subsidiyalar va kompensatsiyalar bo'yicha navbatda turganlar. Uy-joy subsidiyasi, kommunal to'lovlar bilan bog'liq yordam, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, ayrim hududiy dasturlar bo'yicha to'lovlar bor. Bunday dasturlarda ko'pincha mablag' chegaralangan, ariza qabul qilish davri belgilangan, hujjatlar to'liq bo'lishi shart. Kim oldin va to'g'ri topshirsa, uning hujjati ko'riladi. Kim ertaga boraman, keyingi hafta topshiraman deb yursa, muddat tugashi yoki kvota to'lishi mumkin. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini ham aytaman. Agar siz tegishli to'lov bo'yicha allaqachon ariza bergan bo'lsangiz, arizangiz ro'yxatga olingan bo'lsa, sizda ariza raqami, qabul qilingan sana yoki elektron tasdiq bo'lsa, eng muhim qadamni bajargansiz. Lekin bu ham endi umuman tekshirmasam bo'ladi degani emas. Ariza holatini kuzatish kerak. Chunki hujjat yetishmasligi, noto'g'ri bank rekviziti, familiya yoki pasport ma'lumotidagi xato sababli to'lov to'xtab qolishi mumkin. Agar sizning to'lovganingiz har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, kartangizga pul kelayotgan bo'lsa, miqdor rasmiy qarordagi summa bilan mos bo'lsa, bu ham yaxshi belgi. Lekin men baribir kamida bir marta shaxsiy kabinetingizdan yoki mas'ul idoradan ma'lumot olib ko'rishni maslahat beraman. Chunki ba'zan odam pul olayotgan bo'ladi, lekin aslida unga ko'proq summa tegishi mumkin. Masalan, oiladagi bolalar soni o'zgargan, nogironlik guruhi yangilangan, ish staji qo'shilgan, lekin tizimda eski ma'lumot qolgan bo'ladi. Yana bir toifa bor. Umuman bu to'lovga aloqasi bo'lmaganlar. Masalan, siz hech qanday ijtimoiy to'lov, pensiya, nafaqa, kompensatsiya, subsidiya yoki qayta hisob-kitob talab qilmayapsiz. Oilangizda ham bunday holat yo'q. Bunday vaziyatda sizga shaxsan xavf bo'lmasligi mumkin. Lekin ota-onangiz, buvingіз, bobongiz, nogironligi bo'lgan qarindoshingiz, kam ta'minlangan qo'shningiz, yolg'iz yashayotgan pensioner tanishingiz bo'lsa, ularga bu ma'lumotni yetkazish kerak. Chunki eng ko'p pul yo'qotadiganlar odatda internetni kam ishlatadigan, yangiliklarni kech eshitadigan, idoraga borishga tortinadigan odamlar bo'ladi. Birinchi misol. Bir ayol 2 farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i rasmiy ishda emas. Oila bolalar nafaqasiga haqli bo'lishi mumkin. U 2025 yil sentabrda ariza berish kerak edi, lekin mahalladan o'zlari chaqiradi deb kutdi. 2026 yil avgustgacha ham ariza bermasa, u bir necha oylik yordamni yo'qotishi mumkin. Agar oyga 700 ming so'mdan hisoblasak, 10 oyda 7 million so'm bo'ladi. Bu pulga bo'la kiyimi, dori, maktab xarajati. Kommunal to'lov yopilishi mumkin edi. Demak, bitta ariza kechikishi oilaning real hayotiga ta'sir qiladi. Ikkinchi misol. Erkak kishi 62 yoshga kirgan, pensiya rasmiylashtirgan, lekin eski zavoddagi 8 yillik ish staji bazida ko'rinmagan. U pensiya chiqdi-ku deb yuraverdi. Aslida o'sha 8 yil hisobga kirsa, pensiyasi oyiga 300 ming so'mga o'sishi mumkin. Bir yilda bu 3 million 600 ming so'm. Agar u 2 yil kechiksa, 7 million 200 ming so'm farq chiqadi. Lekin qayta hisob-kitob har doim ham odam xohlagan davrdan boshlab to'lanavermaydi. Shu sababli hujjat topilishi bilan darhol ariza berish kerak. Uchinchi misol. Nogironligi bo'lgan bola bor oilada tibbiy xulosa yangilangan, lekin ota-ona bank rekvizitini yangilamagan. To'lov eski karta yopilgani uchun qaytib ketgan yoki to'xtab qolgan. Ota-ona pul kelmayapti. Demak bekor bo'ldi deb o'ylagan. Aslida idoraga borib, karta ma'lumotini yangilash, ariza yozish va qarzdorlikni tekshirtirish kerak edi. Bunday oddiy xato ham bir necha oy pulsiz qolishga olib keladi. 4-misol. Vafot etgan pensionerning kartasida yoki hisobida olinmay qolgan summa bor. Farzandlar meros hujjatini rasmiylashtirmaydi. Pensiya organiga murojaat qilmaydi. Bankdan ma'lumot olmaydi. Oradan vaqt o'tadi, hujjatlar chalkashadi. Kim merosxo'r ekani bo'yicha kelishmovchilik chiqadi. Natijada pulni olish jarayoni uzaydi yoki umuman yo'qqa chiqadi. Shuning uchun bunday holatda ham keyin ko'ramiz degan yondashuv zarar keltiradi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat. Og'zaki murojaat yetarli emas. Siz mahallaga borib, menga yordam kerak deb aytgan bo'lishingiz mumkin. Lekin ariza ro'yxatga olinmagan bo'lsa, keyin isbotlash qiyin.
har doim ariza raqami sana qabul qilinganligi haqida tasdiq oling. Agar elektron topshirsangiz, screenshot qiling, shaxsiy kabinetingizdagi ariza raqamini saqlang. Agar qog'ozda topshirsangiz, nusxasiga qabul qilingan sana va mas'ul shaxs imzosi qo'yilganini so'rang. Ikkinchi nozik jihat, hujjat to'liq bo'lmasa, ariza yurmasligi mumkin. Masalan, pasport bor, lekin nikoh guvohnomasi yo'q. Bolaning tug'ilganlik guvohnomasi bor, lekin yashash manzili bo'yicha ma'lumot yangilanmagan. Ish staji bo'yicha mehnat daftarchasi bor, lekin arxiv ma'lumotnomasi talab qilinadi. Bitta hujjat yetishmasa, ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi. Muddat yaqin bo'lsa, bu juda xavfli. Uchinchi nozik jihat, bank rekviziti xatosi. Juda ko'p odam bank kartasini almashtirdi, lekin idoraga xabar bermaydi. Karta muddati tugaydi, hisob yopiladi. Plastik boshqa bankka o'tadi. Natijada pul ajratilgan bo'lsa ham yetib bormaydi. Keyin odam menga bermadi deydi. Aslida to'liq qaytgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ariza berishda karta egasi, hisob raqami, bank nomi va telefon raqamini diqqat bilan tekshiring. 4-chi nozik jihat. Ro'yxatda turishning o'zi to'lov degani emas. Ayrim odamlar meni ro'yxatga olishdi deb o'ylaydi. Ro'yxatga olish tekshiruvdan o'tish, ijobiy qaror chiqishi va to'lov tayinlanishi boshqa bosqichlar. Siz qaysi bosqichdasiz, buni aniq bilishingiz kerak. Hujjat topshirganman degan gap yetmaydi. Qaror chiqdimi? Sana qachon, summa qancha? To'lov qaysi oydan boshlanadi? Degan savollarga javob bo'lishi kerak. 5-chi nozik jihat, yashash joyi o'zgargan bo'lsa, ma'lumotlar uzilib qolishi mumkin. Masalan, odam bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan, vaqtincha ro'yxatda turgan, keyin doimiy ro'yxatga o'tgan. Ijtimoiy to'lovlar, pensiya yoki mahalla orqali ko'riladigan masalalarda manzil muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ko'chgan bo'lsangiz, eski va yangi manzilingiz bo'yicha mas'ul idoralarda ma'lumot yangilanganini tekshiring. 6-chi nozik jihat. Mening qarindoshim olibdi, demak men ham olaman degan fikr noto'g'ri. Har bir holat alohida ko'riladi. Oilaning daromadi, mol-mulki, bolalar soni, mehnatga layoqatli a'zolari, nogironlik holati, pensiya staji, hujjat sanasi, bank rekviziti, yashash manzili farq qiladi. Bir mahallada yashaydigan ikki oilaning natijasi ham har xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz o'zingizning holatingizni tekshirtirishingiz kerak. Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam. O'zingiz yoki oilangiz qaysi to'lovga da'vogar bo'lishi mumkinligini yozib chiqing. Pensiya bormi, nafaqa bormi, bolalar nafaqasi bormi, moddiy yordam bormi, subsidiyaga ariza bormi, nogironlik bo'yicha to'lov bormi? Vafot etgan qarindoshning o'lmay qolgan puli bormi? Qayta hisob kitobga asos bormi? Buni qog'ozga oddiy qilib yozing. Chunki idoraga borganda odam hayajonlanadi, savollarni unutadi. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, JSHIR, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, bank rekviziti. Yashash manzili bo'yicha ma'lumot, daromadga oid hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir to'lov turi bo'yicha ro'yxat farq qiladi, lekin men maslahat beraman. Asosiy hujjatlarning nusxasini oldindan tayyorlab qo'ying. Elektron shaklida ham telefoningizda saqlang. 3-qadam. Qayerga murojaat qilishni aniqlang. Ijtimoiy yordam va nafaqalar bo'yicha mahalla, ijtimoiy himoya organlari yoki tegishli xizmat markazlari orqali murojaat qilinadi. Pensiya va staj masalalari bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilinadi. Davlat xizmatlari bo'yicha ayrim arizalarni Davlat xizmatlari markazi yoki my.gov.uz orqali topshirish mumkin. Agar aniq bilmasangiz, eng yaqin davlat xizmatlari markaziga borib, qaysi idora mas'ul ekanini so'rang. Muhimi, og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Ariza topshiring yoki yozma javob oling. 4-qadam, arizada nima yozishni biling. Arizada kim ekaningiz, qaysi to'lov yoki qayta hisob kitobni so'rayotganingiz, asoslaringiz, hujjatlar ro'yxati, telefon raqamingiz va bank rekvizitingiz aniq bo'lishi kerak. Masalan, menga tegishli bo'lgan to'lovni tayinlab berishingizni, hujjatlarimni tekshirishingizni va agar oldingi davr bo'yicha to'lanmagan sum mavjud bo'lsa, qonuniy tartibda hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar pensiya staji bo'yicha bo'lsa, qaysi yillardagi ish joyi hisobga olinmaganini ko'rsating. Agar nafaqa bo'yicha bo'lsa, oilaviy holat va bolalar soni aniq yozing. 5-qadam. Arizangiz qabul qilinganini isbotlovchi dalilni oling. Bu juda muhim. Qog'oz ariza topshirsangiz,
ikkinchi nusxada qabul qilingan sana, kirim raqami va imzo bo'lsin. Elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlang. Telefoningizda alohida papka oching. Ariza, hujjat, javob, skrinshot, bank rekvizit hammasi turib tursin. Keyin biror muammo chiqsa, sizda dalil bo'ladi. 6-qadam, javob muddatini nazorat qiling. Ariza topshirdingiz, endi bir oy unutib yubormang. Qaysi sanada javob berilishi kerakligini so'rang. Agar muddat o'tib javob kelmasa, qayta murojaat qiling. Arizam qaysi bosqichda, qaysi mutaxassis ko'ryapti, qanday hujjat yetishmayapti deb aniqlang. Idoralar ham odamlar ishlaydigan joy, hujjat ko'payib ketishi, ma'lumot kechikishi mumkin. Siz nazorat qilmasangiz, masala cho'zilishi ehtimoli bor. 7-qadam, rad javobi kelsa, sababini yozma oling. Juda ko'p odam rad javobini eshitib, uyga qaytib ketadi. Bunday qilmang. Nima sababdan rad etildi? Qaysi hujjat yetishmaydi? Qaysi bankka asosan qayta murojaat qilish mumkinmi deb so'rang. Yozma rad javobi bo'lsa, uni tahlil qilish, xatoni tuzatish yoki yuqori idoraga shikoyat qilish mumkin. Og'zaki rad javobi bilan esa hech narsa isbotlab bo'lmaydi. Birinchi xato muddatni oxirgi kunga qoldirish. 2026 yil 1-avgustgacha vaqt bor deb o'ylashingiz mumkin. Lekin hujjat topish, arxivdan ma'lumot olish, bank rekvizitini yangilash, tibbiy xulosani rasmiylashtirish, mahalladan ma'lumot olish vaqt oladi. Oxirgi haftada borsangiz, bitta hujjat yetishmay qolsa, ulgurmay qolishingiz mumkin. Men har doim aytaman, muddat oxiri siz uchun oxirgi kun emas, eng kechi bir necha oy oldin ishni boshlash kerak. Ikkinchi xato, boshqa odamning gapiga ishonib qolish. Qo'shimcha berilmas ekan, tanishim dedi. Endi kech ekan. İnternetda yozishibdi. Hammasi avtomatik ekan degan gaplar rasmiy javob emas. Sizning huquqingizni faqat vakolatli idora hujjat asosida aniqlaydi. Shuning uchun eshitgan gapni tekshiring. 3-xato, eski telefon raqami va eski manzilni qoldirish. Idora sizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ladi, raqam ishlamaydi, xat yuboradi, eski manzilga ketadi. Siz esa menga hech kim aytmadi deysiz. Ariza berganda aloqa ma'lumotlaringizni aniq yozing. Telefon raqamingizni almashtirsangiz, darhol xabar bering. 4-xato, hujjatlarning asl nusxasini yo'qotish. Ayniqsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlar muhim. Ularni suratga olib qo'ying, nusxa qildiring, alohida joyda saqlang. Bir hujjat yo'qolsa, uni qayta tiklash haftalar yoki oylar olishi mumkin. 5-xato, to'lov miqdorini tekshirmaslik. Pul tushdi, tamom deb o'ylamang. Qancha tushdi, qaysi oy uchun tushdi, qarzdorlik bormi, qayta hisob kitob qo'shildimi? Bank komissiyasi ushlanmadimi? Hammasini tekshiring. Agar sizga oyga 800 ming so'm tayinlangan bo'lsa, lekin 500 ming tushayotgan bo'lsa, sababini aniqlash kerak. 6-xato, oiladagi o'zgarishlarni yashirish yoki bildirmaslik. Bola tug'ildi, oila a'zosi ishga kirdi, kimdir ro'yxatdan chiqdi, nogironlik guruhi o'zgardi, pensiya tayinlandi, daromad o'zgardi. Bular to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Ma'lumotni yashirish keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hamma narsani qonuniy va ochiq yuritish kerak. Agar siz pensioner bo'lsangiz, pensiya miqdoringiz qanday hisoblanganini bir marta tekshirtiring. Ish stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, imtiyozli davrlar, harbiy xizmat, bola parvarishi davri yoki boshqa hisobga olinadigan muddatlar to'liq ko'rsatilganmi? Aniqlang. Agar biror joyda xato bo'lsa, arxivga so'rov yuboring va qayta hisob kitob uchun ariza bering. Agar siz bola nafaqasi yoki moddiy yordam masalasida murojaat qilayotgan bo'lsangiz, oiladagi barcha daromadlar, bolalar hujjatlari, yashash manzili, bank rekviziti tayyor bo'lsin. Mahallaga borganda vaziyatni aniq tushuntiring. Qiyin ahvoldaman deyishning o'zi yetmaydi. Qancha odam yashaydi, kim ishlaydi, kim o'qiydi, kim parvarishga muhtoj, ijara to'lov bormi, davolanish xarajati bormi? Hammasini fakt bilan ayting. Agar siz nogironlik yoki parvarish to'lov bo'yicha murojaat qilsangiz, tibbiy hujjatlarning amal qilish muddatini tekshiring. Ba'zi xulosalar vaqtinchalik bo'ladi, yangilanish kerak bo'ladi. Hujjat muddati tugab qolsa, to'lov to'xtashi mumkin. Shuning uchun tibbiy komissiya sanalarini oldindan belgilab qo'ying. Agar siz vafot etgan qarindoshning olinmay qolgan to'lov bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, o'lim guvohnomasi, qarindoshlik hujjati, meros hujjati, bank ma'lumoti va pensiya organdan to'lov qoldig'i haqida ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Bunda notarius bilan ham maslahatlashish zarur bo'ladi. Eng muhimi,
merosxo'rlar o'zaro kelishib, hujjatlarni vaqtida rasmiylashtirsin. Men ekspert sifatida sizga bitta asosiy fikrni aytaman. Davlat to'lovi masalasida vaqt pulga teng. Siz bugun ariza bersangiz, jarayon bugun boshlanadi. Siz 3 oy kutib tursangiz, 3 oy yo'qotishingiz mumkin. Ayniqsa 2026 yil 18 avgust kabi aniq muddat turgan bo'lsa, hali bor deb yurish eng katta xato bo'ladi. Hujjat to'plashni bugundan boshlang, mas'ul idoraga boring, elektron xizmatlardan foydalaning. Ariza raqamini oling va ishni oxirigacha kuzating. Xulosa shuki, 2026 yil 18 avgustgacha ariza berish masalasiga beparvo qarash mumkin emas. Kimning huquqi bor, lekin arizasi yo'q bo'lsa, u to'lovdan mahrum bo'lishi yoki katta summani yo'qotishi mumkin. Kim hujjatini vaqtida topshirsa, ariza raqamini olsa, kamchiliklarni tuzatsa va jarayonni nazorat qilsa, o'ziga tegishli pulni olish imkoniyatini saqlab qoladi. Siz hozir eng kamida 3 ishni qiling. Hujjatlaringizni tekshiring, qaysi to'lovga haqli ekaningizni aniqlang. Mas'ul idoraga yoki elektron portalga murojaat qiling. Bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring. Izohlarda yozing. Sizda shunday to'lov, nafaqa, pensiya yoki qayta hisob-kitob bo'yicha savol bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarni alohida tushuntirib beraman. Kanalga obuna bo'ling, like bosing va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini asrab qoladi.